Mana do'stlar, sizlarga yumuzini zo'rdan topib qo'ydim. Oldlar tortadi, MTZ motor, turbo kompressorlar qo'yib qo'yilgan oldi kovushlar bilan video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Buni noldan obzor qilib chiqqanmiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, bitta-bittadan like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Shunaqa texnika qidirib yurgan, shunaqa texnika ishqibozlariga bu videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin. Kelarimizga yumuzini radnoy zo'rlardan topib qo'ydik do'stlar. Bir emas, 3 ta yumuzi. Oldlarda surglari bilan, orqasida pagirchuklari bilan ishlaydi, ishga tayyor. Video davomida narxlari bilan hammasini aytib o'tganmiz do'stlar. Mana do'stlar, ikkinchi yumuzimiz. Bunga MTZ motor qo'yib qo'yilgan. Bu ham yuradi, ishga tayyor, juda zo'r holatda turibdi. Uchinchi yumuzimizga keladigan bo'lsak, oldlar tortadi, oldlar kovushlari bilan do'stlar. Bu yerda barcha ko'rib turgan zapchastlaring sotiladi. Oldi peridok. 28 yumuzi MTZ motorlar ham bor. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelganmiz. Bu yerda turli xildagi texnikalar sotiladi hamda zapchastga so'yib pachaqlanadi do'stlar. TTZ disklarmi, yumuzi 28 hamma texnikalarimizdan bor. Ichkarida ham zapchastlarimiz bor. Ularni ham o'tib ko'rsatamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir donagina like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar. Bizda doim yangilar bo'lib kelgan, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Biz videomizni boshladik. Mana do'stlar, videomizni ham boshlab oldik. Navbatdagi TTZimiz holatlari. Mana shu holatda ham sotilaveradi. Kimgadir qayerga kerak bo'lsa, yechib ham berilaveradi. Do'stlar, bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm kelishtirib berishadi. Oqalar. Dokumentlarda muammo yo'q. Navbatdagi yumuzimiz. Sizlarga oldidan ko'rsatib o'taman. Hamma joyda ishlaydi, puskashda turgan, radnoy holatda. Ko'rishlarim mumkin. Orqada da pagirchuklari ham hammasi ishlaydigan. Kovushlari. Xo'sh, mana do'stlar, yumuzimiz juda chiroyli qilib qarab minishgan ekan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 30 million kam bor deb aytishyapti. Bir chekkadan sizlarga ko'rsatib o'tib ketaveraman. O'zlaring nima qilib, xulosa chiqarib, shu traktor texnikalarning egasini nomerlarini qo'yib o'tganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Ikkinchi yumuzimiz mana. Xo'sh, bunga MTZ motor qo'yib qo'yishgan ekan, juda chiroyli holatda ishlab yetib kelgan ekan shu yerga. Oldlari gidravlika silindrlar qo'yib qo'yishibdi. Holatlari traktorimizning ichlari malollar charchagan. Buni narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, hammaga narx qiziq. Birinchi o'rinda 25 million kam bor ekan. Navbatdagi TTZimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 25 million. 20 million kam bor ekan. Uzr do'stlar. 20 million kelishtirib berishadi. Bu TTZimiz ham shu, xuddi shunday 20 million narxi kelishtirib berishadi. Holatlarni ko'rsatib, bir chekkadan o'tiraman. Xo'sh, bu yerda
T40 kabinalari, ozatmos karobkalar, oldi peredok. Bu yerda zapchastlarimiz ko'p. Video davomida kimga qayeri kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga mana it kerak desalaring, olib yechib ham berishadi, bo'lmasa kelib o'zlaring ko'rib olishlaring mumkin. Shu ichkarida motorlarimiz, karobkalar, hammasidan zapchastlarimiz bor. Ularni ham sizlarga bir chekkadan ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, ichkaridagi texnikalarimiz. Mana aytgan 3-uyimizim oldlarda kovushlari bor. Oldlari tortadi, idishga qilishgan. Xo'sh, motorga keladigan bo'lsak, motorlarimiz MTZ motor, turbo kompressorlar qo'yishgan, bir kalitga yuradi. Sizlarga yurgizib, minib ko'rsatib o'tamiz holatlarini. Xo'sh, mana sizlarga bir chekkadan ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, oldlar qanday qilib o'rnagan, qayerdan kuchlanishlarni olgan mana. Bunga keladigan bo'lsak, buni vomlari bor. Qishloq xo'jaliklari ishlaydi. Texnikamiz ishga tayyor, soz holatda turibdi. Balonlarimiz 15,5 balon qo'yilgan ekan. Mana turbo kompressorlari, mollari, rullar, dozator silindrlari bilan. Buni narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, 60 million kelishtirib berishar ekan. Mana bu 28imiz. Bular ham kimga qayeri kerak bo'lsa yechib olishlari mumkin. Shu holatda ham sotilaveradi. Nimasi yo'q. Bu 28imizga keladigan bo'lsak do'stlar, oldi tarafidan ko'rinish holati. Yurgizasizmi aka? Bo'ldi hozir. Bir kalitga yurar ekan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 17 million kelishtirib berishadi. Ichki salonlar. Yurgizib aka, bitta oldi orqaga qilib beringchi. Do'stlar, ovozini eshitdinglar, chiroyli holatda. Bo'ldi. Mana do'stlar, ovozini ham eshitdilaring. Motorlar juda chiroyli holatda ishlab turibdi. Ishga tayyor holatda texnikamiz ekan. Bitta balonlarni almashtirib olsa bo'ldi. Dokumentlardan umuman muammo yo'q texnikalarimizda. Bu tarafimizda esa fonni zapchastlar, mana T40 oldi vidishlari, hamma zapchastlarimizdan topsa bo'ladi. Video davomida o'zlaringga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib olishlaring mumkin. Videomizga bittadan like'larni azizlashib bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, shunaqa texnika ishqibozlariga videoni tashlab qo'yisham esdan chiqmasin. Mana karobka zatmoslarimiz, T40 28 yumuzi, oldi peredoklar bor ekan. Xo'shmayda bartoylarimiz, motorlar. Qanaqa zapchast kerak bo'lsa, xudo xolasa bu yerdan izlaganlaringni topasizlar. Motor, persip, oslar. Mana bu yerda sidinalar kerak bo'lsa olasizlar. Shu vagonimiz ichida ham vallar, gilzalar, shatllar, ko'p narsalar bor ekan. Sal qorong'i, svet yo'qligiga yaxshi ko'rinmayapti.